Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga bir kunning ichida 2 kilogacha vazn tashlagan produktimni ko'rsatmoqchiman. Bu yoqda bu ichiladigan variantda Deep Water Taylor firmasidan menda 2 xil meshil tamlisi va o'zi originalni versiyasi bor. Bu produkt bizga nimaga yordam beradi? Qabziyat bo'lganimizda yordam beradi, qornimiz ishayotgan vaqtida yordam beradi, tanamizda suv yig'ilgan, ya'ni отек vaqtida ham juda ham yaxshi yordam beradigan, ichimizda qotib qolgan yog'larni chiqarib tashlashga yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Bu juda ham Koreyada mashhur, deyarli ko'pincha sold out bo'ladi. Shuning uchun bir xil vaqtda Kupangdan zakaz qilaman, bir xil vaqtda Olivierdan olaman. Shu darajada mashhur mahsulot bo'lgani sababli ko'pchilik koreyankalar buni og'ir ovqatdan keyin ichishadi. Masalan, qanaqadir chicken yeyishdi, yoki hamburger nimalar deydi yegan vaqtlari. Shunaqangi narsadan ko'pchilikni agar xolodilnikda ko'raman koreyankalarda har doim shu mahsulot bo'ladi. Qizlar, sizlarga maslahat beraman.